ertalabdan kechgacha yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotini har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketar ekan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan, ishini to'g'rilab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloning o'zidangina umid qiladi. Safarga ketar ekan bunaqa odam bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Allohga tavakkul qildim, Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi? Faqat Alloh subhanahu va taologa suyanadi. Ertalabdan kechgacha yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotini har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketar ekan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan, ishini to'g'rilab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloning o'zidangina umid qiladi. Safarga ketar ekan bunaqa odam bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Allohga tavakkul qildim, Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi? Faqat Alloh subhanahu va taologa suyanadi.